Xullas qarindoshlar, Chinni bozordagi bir xil narsalarni sotish jonimga tegdi. To'g'risi ham de xuddi Paynet biznesga o'xshab qolgan. Bitta mahsulotni olib kelasan, reklama qilib sotish boshlaysan, to keyingi partiyasini olib kelguninggacha uni hamma olib kirgan bo'ladi-yu. Hamma olib kirgani ham mayli, lekin uni umuman foyda qo'ymasdan sotadiganlar ham bor-da. Menga hamma sotadigan mahsulot sotish zarurmi? Xitoyda mana yoki mana bunaqangi chiroyli bizda hali O'zbekistonda bo'lmagan posudalar bo'la turib, men nimaga aynan hamma sotadigan narsani sotishim kerak? Bugundan boshlab qarindoshingiz bozor o'yin qoidalarini buzishni boshlayman. Ya'ni hamma yaxshi sotayotgan, hamma olib kelayotgan tovarlarni emas, O'zbekistonda hali beri bo'lmagan, hali sotilmagan tovarlarni olib kelib sotishni boshlayman. Va eng qizig'i, men hali beri O'zbekistonda bo'lmagan mana bunaqangi bir-biridan chiroyli idishlarni olib kelib sotishni boshlaganimdan keyin, albatta bu idishlarni ham savdogar qarindoshlarim olib kelib sotishni boshlashadi. To men olib kelib sotayotgan mahsulotlarni savdogarlar olib kelib sotgungacha, men vaqti boshqa mahsulotlarni sotishni boshlayman. Qani endi ko'ramiz qarindoshlar, qarindoshingiz bozorni o'yinlarni sindirgan holatda hali beri O'zbekistonda bo'lmagan mahsulotlarni Xitoydan olib keltirib sota olamanmi yoki yo'qmi?